Psixologiya, sirtqi yo'nalish. 3-kursni tamomlab, hozirda amaliyot o'tayotgan talabalar. Qanisizlar? Agar siz ushbu yo'nalishda o'qiyotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Aytishlaricha, bundan 23 yil avval Mototsikl Neo o'zini o'qlardan olib qochayotgan mana bu 2 soniyalik kadr uchun rejissyorlar 2 yil uni qanday amalga oshiramiz ekan deb bosh qotishgan. Agarda siz hozirgi lavhamiz mana bu matrisalar haqida deb o'ylasangiz, adashasiz. Biz mana bu matrisalar haqida gaplashamiz. Qo'limdagi qog'ozda 30 tadan iborat simul materiallar mavjud bo'lib, ularni bajarish uchun 30 daqiqa vaqt beriladi. Tayyormisiz? 1936-yilda har biri 12 ta 5 seriyali topshiriqlardan iborat Ravenning progressiv matritsalar testi tafakkur mantiqiyligini o'rganish uchun mo'ljallangan bo'lib, o'zida mantiqiy yaxlitlikka, ma'lum qonuniyatlarga asoslanib tuzilgan har xil figuralar va ularning to'plamidan iborat. Masalan, qandaydir qismida yetishmovchilik bo'lgan rasm va tasvirlar berilganki, tekshiruvchi mantiqiy jihatdan tahlil qilib, matritsa ostida berilgan 6 yoki 8 ta javoblar variantidan birini mos o'ringa qo'yishi talab etiladi. Xo'sh, endi test yakunlangach, uni tekshirishni o'rganamiz. Bu test kaliti. Unga mos kelgan to'g'ri javobga ko'rsatilgan ball, noto'g'ri javob uchun esa 0 ball beriladi. Masalan, aytaylik, birinchi rasmga sinaluvchi ikkinchi variantni belgilagan bo'lsa, unga barakalla deb 1 ball qo'yamiz. Aksi bo'lsa esa 0. Hammasi kalitga mos bo'lishi lozim, chunki unda topshiriq nomeri, to'g'ri javobi hamda bu uchun beriladigan ball mavjud. Testlarni ko'rsatilgani kabi belgilaymiz va ballarni bir-biriga qo'shamiz. Agarda natijalarda 44 dan 72 ballgacha to'plansa, tafakkur mantiqiyligi past darajada ekanligini ko'rsatadi. 43 dan 114 gacha ballar o'rtacha ko'rsatkich. 115 dan 143 ballgacha to'plaganlar mantiqiy tafakkuri yuqori darajadagi insonlar hisoblanadilar. Hoynahoy, bizning Shunqorning baliga qiziqayotgandirsiz. U maktabda yaxshi natijalarga erishibgina qolmay, ushbu metodikani ham a'lo darajada bajardi. Ya'ni 140 balling muborak bo'lsin o'g'lon. Hoy, siz ham amaliyotingiz davomida ushbu metodikadan foydalanib ko'ring. Qaytgancha bu videoni do'stingizga ham tashib qo'ying.